ikkita do'kon bor. Birinchi do'konda 300 ta non bor. Bu do'kondan har kuni 6 tadan non olib ketiladi. Ikkinchi do'konda 100 ta non bor. Bu do'konga har kuni 8 tadan non olib kelinadi. Necha kundan so'ng ikkinchi do'kondagi nonlar birinchi do'kondagi nonlardan 2 marta ko'p bo'ladi, topinglar. Tez. O'tirganlarim ishlasin. Ishlaylar. Izlashinglar. Tez. Malades. Bekmuhammad Ramzan 1, Bekmuhammad 2. Necha kundan keyin ekan? Necha? 25. Nechinchisisan Ramzan? 3. Beka. 3.